Assalomu alaykum savatdaşlar. Bugün biz İstanbul Yabancılar için Türkçe degan kitapninki A1 degan kitapning ikkinchi darsidan boshlab darsimizni boshlaymiz. 21 bet ikkinchi darsda nimalarni o'rganganligimizni qarab chiqayli. Ma tarafga qarasak, bajarilar debdi. Bajarilar degani nima degani edik? Bajarilar deganimizni qobiliyat degani edik. Ya'ni bu ikkinchi darsni o'rganish orqali siz mundaq qobiliyatlarga ega bo'la olasiz, mundaq narsalarni o'rgana olasiz debdi. Birinchisiga qarasak nima debdi? Kendini tanıtma. Kendi degan nimada o'zi degan gap, tanıtma degancha tunutish degan gap. Kendini tanıtma deganimiz o'zini tunishtirish debdi. Ya'ni boshqalarga o'zingizni tunishtira olasiz debdi. Ikkinchi qilibchi deganimizda sayıları söyleme. Sayı deganimiz nimada san degan gap, söylemek degancha so'zlamak. Sayıları söyleme deganimiz ya'ni sonlarni so'zlash, sonlarni deyishni o'rganasiz debdi. Üçüncü qilibchi form doldurma. Form deganimiz nima? Form deganimiz jadval degan gap. Doldurmak degancha to'ldirish degan gap. Ya'ni oldingizga bir jadval kelib qolsa, shundaq jadvallarni to'ldira olasiz demakchi. Ya'ni ismingiz, tug'ilgan yeringiz, u bu degandek shundaq narsalarni tushuna oladigan bo'lasiz debdi. Endi dil bilgisiga qarasak, ya'ni grammatik jihatdan qandaq narsalarni o'rganamiz deganimizda savatdaşlar, bulunma durumu. Bulunma durumu deganimiz bizdagi o'rin kelish qo'shimchasi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, mayaga nima deb qo'yibdi? Da deb qo'yibdi, shundaqmi? Misolga men uyda, men maktabda, men sinfda degandek shuning o'xshagan o'rin kelish ifodalashlarini ifodalay oladigan bo'lasiz demakchi. Uningdan keyinchi var, yo'q debdi. Var deganimiz ba degan gap, yo'q deganimiz yo'q degan gap. Ya'ni mundaq narsa ba yoki mundaq narsa yo'q deganni o'rganasiz debdi. Uningdan keyinchi sayılar. Nima degani edik? Sonlarni o'rganasiz debdi. Bunun keyinchi kaçıncı. Kaçıncı deganimiz nima? Qanchinchi degan gap. Ya'ni sonlarning daraja shaklini o'rganasiz debdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi degandek. Uningdan keyinchi ism jumlalari. Ya'ni turkchadagi ism jumla degan bu jumla qurilmasini o'rganasiz debdi. Uningdan keyinchi kalimalar deganimizda biz qanday so'zlarni o'rganib chiqamiz deganimizda okul, oda, yerlar, sifatlar. Okul deganimiz maktab, oda deganimizcha uy degan gap, yotoq degan gap. Yer deganimizcha yer, o'rin, joy degan gap. Sifat deganimiz sifat, ya'ni qizil, oq, sariq, cho'ng, kichik degandek shundaq sifatlarni o'rganamiz debdi. Undaqda darsimizga qaraydigan bo'lsak, bu ikkinchi darsimizning temasi nima ekan savatdaşlar? Nerede debdi. Nerede degan nimada? Qayerda degan gapda. Undaqda ikkinchi darsninki A qismiga qaraydigan bo'lsak, nerede degan bu darsimizning A qismininki temasi nima ekan savatdaşlar? Okulda. Okul degan nimada? Maktab degan gapdi. Hamda keyiniga da qo'shimchasini qo'shsak, xuddi uyg'urcha bilan o'xshash, shundaqmi? Maktabda deb tarjimasi chiqqan bo'ldi savatdaşlar. Maya qaraydigan bo'lsak, nima so'zlar bor ekan? Var, yo'q, nerede, kimda. Var deganimiz nima dedik? Bar, yo'q deganimizcha yo'q, nerede degan qayerda, kimda deganimiz uyg'urcha o'xshash, kimda degan gap. Undaqda ma yan tarafdagi qisqa bir dialogga qarab chiqayli, nima debdi? Sinfda kim var? Sinfda öğrenciler var. Masada kitap var mı? Hayır, masada kitap yok. Öğretmen nerede? Öğretmen ofiste. Kalem kimde? Kalem Ahmet'te. Endi bu dialogni bir tarjima qilib chiqaylik savatdaşlar. Sinfda kim var? Nima debdi bu? Sinfda kim var debdi, shundaqmi? Javobiga nima debdi bu? Sinfda öğrenciler var. Sinfda o'quvchilar bor deb javob beribdi. Masada kitap var mı? Nima debdi? Üstelda kitap bormi deb so'rabdi. Hayır, masada kitap yok. Nima debdi? Yo'q. Üstelda kitap yok. Öğretmen nerede? O'qituvchi qayerda deb so'rabdi. Öğretmen ofiste. O'qituvchi ishxonada. Kalem kimda? Kalem kimda deb so'rabdi. Javobi nima? Kalem Ahmet'te. Kalem Ahmet'te deb javob beribdi. Ko'rganinglardek savatdaşlar, bizning tilimiz bilan asosiyatan o'xshash, shundaqmi savatdaşlar? Agar hozir mushu jumlalarni, mushu grammatikani bir chet ellik o'rganyotdi deb o'ylasak, bu ishlar texmi murakkab bo'lib ketadi. U kishilarga qayta tushuntirish ketadi. Ammo bizning tilimiz bilan bu Turkiya turkchisiningki tomori, ya'ni yiltizi o'xshash bo'lganligi uchun bizga hozir bu intayin oddiy. Shuning uchun buni qayta va ko'p tushuntirishning o'rni yo'q. Qaraydigan bo'lsak, sinf debdi, keyiniga nima kelibdi savatdaşlar? Ta qo'shimchasi kelibdi. Bizda ham shundaqqa sinf desak, ta deymiz, sinfda degan gap bo'ladi. Masa degangacha masa da deb da qo'shimchasi kelibdi. Shuning o'xshash da ta qo'shimchalarini qo'shib, o'rin kelish shakliga o'zgartimiz demakchi. Birdamdan keyin biz buningki grammatikalik shakllarini ko'rib chiqamiz. U vaqtida texmi tushunishlik o'rgana olamiz savatdaşlar. Asli qaraydigan bo'lsak, hozirlik çalışması debdi.
Birincisi de nima debdi savoqdaşlar? Resimlere bakalım, soruları cevaplayalım. Burası neresi? Onlar kim? Ne? Nima debdi bu yerda? Bu yer qayer deb so'rabdi. Undan keyinchi onlar kim? Onlar ne? Ular kim yoki agar ular narsa bo'lsa, ular nima deb so'rabdi. Mushlar qarata javob bersak bo'ladi. Rasmlarga qarata asosiy jihatdan hammasiningki tarjimasini bilamiz. İkincisiga qaraydigan bo'lsak, rasmlarda neler var? Bakalım, işaretleyelim. Nima debdi? Bu resimde nimalar bor? Qarayli ve işaretlayli debdi. Bularningki tarjimasini bir qator deb chiqaylik savoqdaşlar. Shunga qarata o'zinglar buni ishlab qilsanglar bo'ladi. Sandalye deganimiz nimada? O'rindiq degan gap savoqdaşlar. Kitob deganimiz o'xshash kitob, bog'cha deganimiz bog'cha, bog' degan gap, kapı deganimiz-chu eshik, parda uyga asadigan, kantin deganimiz idora organ, shirkat degandek yerlardagi oshxonalarni ko'rsatadi. Defter deganimiz o'xshash daftar, unun keyindan öğrenci deganimiz-chu o'quvchi, ofis deganimiz-chu ishxona, sinf deganimiz sinf, lamba deganimiz-chu lampochka, chiroq degan gap, öğretmen degan o'qituvchi, masa degan-chu ustal, projektor deganimiz-chu buning uyg'urchasimi shu projektor deb bilaman. Yana ma kompyuter degandek uskunlarga ulab, ma ekronga buningki cho'ngaytib tasvirini tushiradigan apparatni projektor deymiz savoqdaşlar. Şununla qarata bu resimde bular bormi yo'qmi, shunga qarata ishoratlab qo'ying debdi. Buni qilsanglar bo'ladi. Hamda ostidagi o'qima degan bu bo'limga qaraydigan bo'lsak, bir tekst bor ekan savoqdaşlar. Bu tekstni bir o'qib, undan keyindan qisqacha bir tarjima qilib chiqaylik. Agar xohlasanglar, men o'qib bo'lgandan keyin bu videoni to'xtatib, o'zinglarni takror bir qatim o'qib chiqsanglar bo'ladi va shu orqali, ya'ni unlik o'qishinglar kerak. Shu orqali o'zinglarning o'qish qobiliyatinglarni yuqori ko'taralaysizlar. Undaqda boshlaylik. Okul. Merhaba. Benim adım Kate. Ben İspanyoluyum. Burası benim okulum. Okul Tophane'de. Okul 6 katlı. Alt katta ofisler var. Ofisler büyük. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Sekreterler ofiste. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. Okulda 10 sınıf var. Her sınıfta 15 öğrenci var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var. Masalarda kitaplar, kalemler, defterler ve silgiler var. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Okulda çok güzel bir kantin var. Kantin üst katta. Kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantin çok kalabalık. Bütün öğrenciler kantinde. Bir o'quvchining o'zining maktabini tushuntirgan qisqacha bir tekst ekan savoqdaşlar. Endi biz bularni bir tarjima qilib chiqaylik. Okul degan nimada? Maktab degan gapda savoqdaşlar. Merhaba deganimiz merhaba. Benim adım Kate. Nima ekan buning ismi? Kate ekan buning ismi. Ben İspanyoluyum. Nima debdi savoqdaşlar? Men İspaniyalik. Burası benim okulum. Nima debdi? Bu yer mening maktabim debdi savoqdaşlar. Okul Tophane'de. Tophane deganimiz İstanbul'daki bir yeriningki o'rinning ismi savoqdaşlar. Endi mushundaq ma'lum bir joyninki bizga mushundaq kelsa agar tophane degan so'zni siz hargizmi bilmasangiz yoki menmi bilmaydigan, sizmi bilmaydigan bir so'z kelib qolsa, buni tarjima qilamizmi yoki bu mushundaq muqim ismmi, bir yerning yoki ma'lum bir kishining ismimi mushuni qanday bilamiz deganimizda savoqdaşlar, diqqat. Odatda bir jumla yangi boshlanganda yoki bir chikit qo'yilib boshlangandan keyin qaraydigan bo'lsak, shu harf cho'ng harf bilan yoziladi savoqdaşlar. Agar da ma'lum bir so'z chikit qo'yilmasdan, ya'ni jumlaning ichida ma'noga o'xshash cho'ng harf bilan yozilgan bo'lsa savoqdaşlar, hozir maya qarasaqmi qandaq bu T degan harf cho'ng harf bilan yozilibdi. Mushundaq jumlaning ichida tuyuqsiz cho'ng harf bilan yozilib qolgan bir so'z bo'lsa, bundaq so'zlarni inglizchada bo'lsin yoki turkchada bo'lsin biz xos ism deymiz. Ya'ni bu ismlar qandaq qilinmaydi ekan, tarjima qilinmaydi ekan. Ya'ni bu ma'lum joylarninki yoki ma'lum shaxslarninki yana tarjima qilinmaydigan ism bo'ladi. Mushuni bilib olsak bo'ladi savoqdaşlar. Ya'ni ma'lum bir mushundaq ism uchrab qolsa, tarjima qilaman deb og'ir bo'lib yurishninki hojati yo'q. Nima deb tondaqda bu? Okul Tophane'de. Maktabi qayerda ekan buningki? Tophane degan yerda ekan. Okul 6 katlı. Nima debdi? Maktab 6 qavatlik debdi.
alt katta ofisler var. Nima debdi? Alt deganimiz asti degan gap. Asti qavatda ishxonalar bor debdi. Ofislar büyük. Nima debdi? Ishxonalar cho'ng. Ofislarda masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Nima debdi bu? İşxonada masa deganimiz nimadir? Üstel. İşxonada üsteller, sapalar, kompüterlar ve şkaflar var debdi. Sekreterler ofiste. Sekreter deganimiz nimadir? Sekreter deganimiz katip degan gap. Katiplar işxonada debdi. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var debdi savaqdaşlar. Qaraydigan bolsak 2 debdi ve keyinigi chikit qo'yib qo'yibdi. Muşundaq bolsa bu derece sanğa aylanıp ketken boludu. Yani 2 emas nimiken bu hem de ikinci. Muşunun o'xshash bir sanni qo'yib keyinigi chikit qo'yib qo'ysak bu sanninki derecesini bildirgen boludu. Undaqda nimiken bunun tercümesi ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var debdi savaqdaşlar. Okulda 10 sınıf var. Nima debdi? Mektepte 10 sınıf var debdi. Her sınıfta 15 öğrenci var. Her bir sınıfta 15 o'quvchi var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var debdi savaqdaşlar. Sandalye deganda nima dedik? O'rindiq dedik. Sıra deganimizcha parta, yani şu üstel sınıftaki üsteller. Kalem deganimiz kalem, kitap degan kitap, sözlük deganimizcha lug'at, defter deganimiz defter, perde deganimiz perde, lamba deganda dedik, lampuchka, chiroq deb, bilgisayar deganimiz kompüter, yazı tahtası var. Doska bar debdi. Masalarda kitaplar, kalemler, shundaqmi savaqdaşlar, üstellerde kitaplar, kalemler, defterler ve silgi deganimiz nima? Silgi deganimiz o'chirgich degan gap. O'chirgich bar debdi. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Nima debdi? Şimdi deganimiz nimadir? Hazır. Hazır sınıflarda o'quvchilar yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Çünkü deganimiz Uyg'urcha çünkü o'quvchilar teneffüste, demelishda, istirahatda debdi savaqdaşlar. Okulda çok güzel bir kantin var. Nima debdi? Mektepte bek chiroyli bir oshxona bor debdi savaqdaşlar. Yani tamoq yeydigan, çay, qahva ichadigan, shundaq narsalarni sotadigan shundaq ya. Kantin üst katta. Nima deymiz? Oshxona üst qavatda, kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Nima debdi? Oshxonada yoki shu tamoqxona, qahvaxona, choyxona degan shu yerda o'rindiqlar, üsteller, televizor, yeydigan ve içidigan narsalar bor debdi. Kantin çok kalabalık. Kalabalık deganimiz nima endi bu yerda? Bek avat degan gap. Bu tamoqxona, bu choyxona bekmi avat debdi savaqdaşlar. Bütün öğrenciler kantinde. Bütün o'quvchilar mushu oshxonada, mushu choyxonada debdi savaqdaşlar. Endi asta qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Nima debdi? Astidagi savollarni bu tekstga asosan javoblayli debdi savaqdaşlar. Qaraydigan bo'lsak, demak bu okul nerede? Okulda kimler var? Ofiste neler var? Okulda kaç sınıf var? Öğrenciler nerede? Bunun tercümesini hemen düşündüğünde, muşununla qarata, muşu tekstde, muşununla alakadar yerlerini tepip, şunun cevabını belsenler boludu demekçi. Misal, okul nerede degenge qarab baksak, okul nerede degen nima savaqdaşlar? Mektep qayerda debdi. Mektep qayerdipti? Şu yerge qaraydigan bolsak, okul tophanede degen edi. Shundaqmi savaqdaşlar? Yani mektep tophane degan yerde degen edi. Shunga o'xshash javob bersak boludu demekçi. Endi 4-nchisiga qaraydigan bolsak, aşağıdaki cümleleri metne göre düzeltelim. Nima debdi? Astidagi cümlelerini tekstga asosan to'g'rilayli debdi savaqdaşlar. O Fransalı. Ofiste kalemler, silgiler, kitaplar var. Her sınıfta 10 öğrenci var. Kantin alt katta. Sekreterler sınıfta. Yani qaraydigan bo'lsak, bu 5 cümlenin hammasini qanday qilib bu yerda tekstga moslashmagan bir şekilde, xato bir şekilde berib qo'yibdi. Shunda ama biz mushularni to'g'ri qilib yozayli demoqchi. Misolga birinchisi nima debdi? O Fransalı debdi. Nima degan gap bu? O Fransiyalik degan gap. Ammo bu tekstda bu nima deganida? Ben İspanyalıyım degan edi. Shundaqmi? Men İspaniyalik degan edi. Shuningdek, mushundaq tuzitib qo'ysangiz bo'ladi demoqchi. Endi keyin qaraydigan bo'lsak, ya siz debdi. Sizcho degan gap bu savaqdaşlar. Senin okulun nerede? Sınıfta neler var? Öğretmen nerede? Sınıfta kaç öğrenci var? Bunların hemmisini size düşünürseniz
Muşunaga qarata özüňizniň amaliy şaraýatyga qarata jogap berip, özüňizniň sözleş iqtidaryňyzdy synap beqing, aşuryň demekçi. Muşu boýunça meşq qilib qıwasak bolady sawaqdaşlar. Endi 23-nji betga qaraydigan bolsak, bu yerde biz dil bilgisi degende, yani grammatika kısmında bayatın biz dep ötkinimiz muşundaq orun keliş, yani Uygurçadaki orun keliş, da, de, ta, te, yani men öyde, men mektepte degendek muşundaq qoşumchilarini qandaq qo'ydiganligimizni öğrenip chiqimiz sawaqdaşlar. Bunu türkçede nima deydiganmiz? Bulunma durumu. Yani bu qo'shimcha da, de, ta, te degan qo'shimchalar. Men bu grammatikalik şekillenki grammatikalik qoidasini boshqa bir darsda, grammatika darslarida tafsiliy qilib so'zlab qo'yuqliq. Shundan ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi bu yerda qisqacha qilib so'zlashga to'g'ri kelsa savoqdashlar, biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun odatda biz shunday o'rin kelish qo'shimchalarini ishlatgan vaqtimizda, ya'ni dada, tata degan kelgan vaqtida biz avtomatik holda o'zimiz bilib bilmasdan qandaq yerga da, qandaq yerga da, qandaq yerga ta, qandaq yerga ta qo'yishni o'zimiz avtomatik bilalaymiz. Endi Türkçede qandaq qilamiz deganimizda, shuningda bir qoida bor, shuni qisqacha bilib olsak, agarda bir so'zningki oxirgi bo'g'imida a, u, o, u degan bu qilin so'ziq tovush degan bu harflar bo'lsa savoqdashlar, biz bularning keyiniga da qo'shimchasi qo'shish orqali o'rin kelish shaklini yasaymiz. Agarda bir so'zning oxirgi bo'g'imida a, i, o, u degandan iborat bu inchiki so'ziq tovushlar bo'lib qolsa, bundaq so'zlarning keyiniga da qo'shimchasi qo'shish orqali şu sözünün o'rin kelish shaklini yasaymiz demekçi. Muşu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Uningdan keyin mayadagi not degan tarafiga qarasak savoqdashlar, mayada bir 8 harfimiz bor. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P deb. Bu nima demakchi deganimizda, agar bir so'zning oxirgi bo'g'imida bu harflar kelib, savoqdashlar, birinchi sharti, agar bir so'zning oxirgi bo'g'imining ichida bu so'zlar kelib, bu 8 harfning ichidagi ma'lum bir harf bilan agar shu so'z oxirlashgan bo'lsa, da qo'ydigan yerga biz ta qo'yimiz demekçi. Agarda bir so'zning oxirgi bo'g'imining tarkibida bu so'ziq harflar bo'lib, yana bu inchiki so'ziq harflar bo'lib, eng oxirgi yana tugagan harfida bu 8 harfning ichidagi ma'lum bir harf bilan tugisa, da qo'ydigan o'rniga ta qo'yimiz demekçi. Muşu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Buniki tafsiliy so'zlanishi shu grammatika darsida bor. Shundan ko'rib olsanglar bo'ladi. Biz aslidagi bu o'rnak misollarga qarab boqayli. Nerede deb savol qo'yibdi. Öğrenciler nerede? Nima debdi? O'quvchilar qayerda? Öğrenciler sınıfta. Bilgisayar nerede? Bilgisayar masada. Taksim nerede? Taksim İstanbul'da. Endi mushuni qarab baqsak savoqdashlar, nima degani edik? Shu qo'shimcha qo'shadigan so'zning oxirgi bo'g'imiga qaraymiz degan edik, savoqdashlar. Sınıf debdimiz. Sınıf deganimizning oxirgi bo'g'imidagi so'zi qarab nima ekan savoqdashlar? I harfi bor ekan. Agar bir so'zning oxirgi bo'g'imida i harfi bo'lsa nima qilardik savoqdashlar? Da qo'shimchasi qo'shatdik. Ammo bu yerga ta kelibdi. Sababi nima savoqdashlar? Buningki tugagan harfi bayatdan biz deb o'tganimizdek bu 8 harfning ichidagi bir harf bilan tugayapti. Chunki bu yerda nima bor ekan? F harfi bor ekan. F harfi bilan tugaganligi uchun va buning tarkibida u degan bu so'ziq tovush bo'lganligi uchun da qandaq bo'lib ketdi savoqdashlar? Ma'nodek ta o'zgarib ketdi. Shuning bilan sinfda bo'lib ketibdi. Bilgisayar masada. Qaraydigan bo'lsak, masa deganning oxirgi bo'g'imida nima harf bor ekan savoqdashlar? A harfi bor ekan. A harfi bo'lsa nima qilardik? Biz bu yerga da qo'shimchasi qo'shatdik. Shuning uchun masada bo'lib ketdi. Taksim İstanbul'da. İstanbul deganning eng oxirgi bo'g'imiga qarasak nima bor ekan savoqdashlar? U harfi bor ekan. U harfi bo'lganligi uchun nima qo'yamiz bu yerga? Da qo'shimchasi qo'shdik demakchi. O'xshashdan bu yan tarafdagi misol qarab baqsak, kimda deb savol qo'yibdi. Kalem kimda? Kalem öğretmende. Çanta kimde? Çanta Ahmet'te. Telefon kimde? Telefon Merve'de. Qaraydigan bo'lsak, kalem kimde debdi? Nima deb javob beribdi bu yerda? Kalem öğretmende. Qaraydigan bo'lsak, bu yerga da qo'shimchasi kelibdi savoqdashlar. Sababi oxirgi bo'g'imi öğretmen deganning oxirgi bo'g'imida qaysi harf bor ekan? A so'ziq harfi bor ekan. A deganimiz nima savoqdashlar? A deganimiz inchiki so'ziq tovushdi. Shuning uchun bu yerga nima kelibdi? Da qo'shimchasi. Çanta Ahmet'te. Qaraydigan bo'lsak, bu so'zning oxirgi tarkibida nima bor ekan? A so'zi harfi bor ekan, ammo tugagan harfi T harfi bilan tugabdi. T harfi bu 8 harfning ichida bormi ekan savoqdashlar? Bor. Shuning uchun da nima o'zgarib ketibdi? Ta o'zgarib ketibdi savoqdashlar. Telefon Merve'de. Buningda mu A bo'lganligi uchun da kelibdi. Mushu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Agar bak tushunmagan bo'lsanglar, shu grammatik darsiga qarasanglar bo'ladi savoqdashlar. Shuningda tafsiliy tushuntirib, shuningdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuningdan texmi yaxshi tushunalaysizlar. Endi qaraydigan bo'lsak, asliga qaraydigan bo'lsak, savoqdashlar aşağıdaki boşlukları dolduralım. Nima debdi? Astidagi boş o'rinlarni to'ldiraylik debdi. Çocuklar nerede?
Çocuklar bahçe. Nima deymiz bu yerga? Savoqdoshlar, oxirgi bo'g'imi a bilan oxirlashganlik uchun nima deymiz? Da qo'shimchasi qo'yamiz, shundaqmi? Balalar qayerda? Balalar bog'chada deb mushu bo'yicha qilsak bo'ladi. Qolganlarini mushu bo'yicha qilib olsanglar bo'ladi savoqdoshlar. Hammasi sizlar tushunadigan so'zlar. 6-si qaraydigan bo'lsak, aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Nima debdi? Astidagi cümlelerini misaldagiga o'xshash to'liqlayli debdi savoqdoshlar. Örnek qaraydigan bo'lsak, Sinem sınıftami? Evet, Sinem sınıfta. Hayır, Sinem sınıfta değil. Nima debdi bu yerda? Sinem sınıftimi deb savol so'rabdi. Buningga buluşliq va buluşsiz ikki xil shaklda javob beribdi. Nima debdi? Ha, Sinem sınıfta. Yo'q, Sinem sınıfta emas deb javob beribdi savoqdoshlar. Kitap Ayşe'demi? Nima debdi? Kitap Ayşe'demi deb savol so'rabdi. Evet, kitap Ayşe'de. Hayır, kitap Ayşe'de değil. Kitap Ayşe'de. Yo'q, kitap Ayşe'de değil deb, ya'ni bir savolga ikki xil shakl bo'yicha yoki yo'q deb mushu bo'yicha javob bering debdi savoqdoshlar. Mushu bo'yicha bularni o'zinglar ishlab qilib olsanglar bo'ladi. Kalam chanta debdi, Ahmet ofis debdi. Hammasiga dada tataninki muvofiqlarini va hayır evetninki muvofiq shakllarini qo'yib, shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi savoqdoshlar. Endi aslidagi 7-si qaraydigan bo'lsak savoqdoshlar, resme bakalım. Örnekteki gibi sorular yazalım, cevaplayalım. Nima debdi? Bu resimga qarayli, misallardagiga o'xshash sual yazayli ve cevaplayli debdi. Bilgisayar masa deb ikki so'z beribdi savoqdoshlar. Bilgisayar masada mı? Evet, bilgisayar masada. Yani bu sözlerini qo'llanib turib, o'rin-kelish qo'shimchalarini qo'shib, sual so'rabdi ve cevap beribdi. Kompüter üsteldi mi? Kompüter üstelde deb. Shuningga o'xshash televizyon, duvar. Duvar deganimiz nimatta? Tam degan gap savoqdoshlar. Sandalye, ofis, dosya, dolap. Dosya deganimizcha hujjat degan gap. Çiçek, koridor. Çiçek deganimiz çiçek, gül. Koridor deganimizcha koridor degan gap. Shuningga qarata o'zinglar jumla tuzib, savol so'rab va javob bersanglar bo'ladi. Endi keyingi qaraydigan bo'lsak savoqdoshlar, boshqa bir grammatikalik shaklimiz Türkçedeki bar yoki yo'q deb jumla tuzishninki qoidalarini ko'rib chiqamiz savoqdoshlar. Bu yana uyg'urcha bilan o'xshash, qarab boqaylik. Örnek. Evde bilgisayar var. Evde bilgisayar yok. Ofiste sekreter var. Ofiste sekreter yok. Dolapta elbiseler var. Dolapta elbiseler yok. Sokakta araba var mı? Evet, sokakta araba var. Hayır, sokakta araba yok. Hammasini tushundinglar deb bilaman, chunki uyg'urcha bilan o'xshash. Nima debdi bu yerda? Uyda kompyuter bor debdi. Bu yerda-chi uyda kompyuter yo'q. İşxonada katip var, ishxonada katip yo'q. Shkafda elbise degan nima? Kiyim-kechak degan gap. Shkafda kiyimlar bor, shkafda kiyimlar yo'q. Sokak deganimizcha ko'cha degan gap. Ko'chada mashina bormi? Araba deganimiz nimatta? Mashina. Evet, shundoq. Ko'chada mashina bor. Hayır, yo'q. Ko'chada mashina yo'q deb mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Odada ne var? Odada yatak var. Okulda neler var? Okulda sınıflar var. Hastanede kim var? Hastanede doktor var. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğrenciler var. Odada ne var? Nima debdi? Yatakda nima bor debdi. Odada yatak var. Oda deganimiz nimatta? Yatak. Yatak deganimiz hamda karvat degan gap uyg'urchada. Yatakda karvat bor deb javob beribdi. Okulda neler var? Okulda sınıflar var. Hastanede kim var? Hastanede doktor var. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğrenciler var deb mushu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bor yoki yo'q degan jumlalar mushu bo'yicha bo'ladi demakchi. Endi aslidagi qaraydigan bo'lsak savoqdoshlar, aşağıdaki resimlere bakalım, sorulara cevap verelim. Nima debdi? Aslidagi resimlarga qarayli ve suallarga cevap berayli debdi. Bu resimlarga qarab o'zinglar bu resimning qayerga ekanligini bilalasanglarmi bo'ladi yoki bilmasanglarmi, bu yer İstanbul deb ham gapni davomlashtirsanglar bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, mayadalik İstanbuldagi ko'vrik bor, uning keyindan bu masjid bor ekan, bu yer İstanbuldagi O'rtako'y degan shu taraf, ma taraf bo'lsa İstanbuldagi Istiqlol ko'chasi degan shu taraf, shuning qarata javob bersanglar bo'ladi yoki bu muhim emas, İstanbul deb ham shu bo'yicha davom qilsanglar bo'ladi. Yani bu yerdeki muhim bo'g'ini o'rin kelish shakli bo'yicha jumla tuzish, ya'ni bor yoki yo'q deb shu grammatikalik shaklni ishlatalash muhim bo'g'ini mushu. Qaraydigan bo'lsak, burası neresi? Resimde deniz var mı? Resimde kimler var? Nima deb savoqdoshlar? Bu yer qayer? Resimde deniz bormi? Resimde kimler var debdi.
Buya qarasak-ço, burası neresi? Resimde okul var mı? Resimde neler var? Resimde mektep var mı? Resimde nima var depti? Şunun qarata cevap bersanlar boludu. Endi aslidagi qaraydigan bo'lsak, 9-siga aşağıdaki cümleler hangi resmi gösteriyor? Boşlukları yazalım. Astidagi bu cümleler qaysi resimni ko'rsatdi debdi saboqdoshlar. Boşluklarını doldurayla debdi. Resimde cami var. Sokakta tramvay var. Mağazalar yok. İnsanlar var. Bunun için tushunmaydigan söz asosiyatin yo'q deb bilaman. Tramvay deganimiz mushu shu, tok bilan mangadigan qatnash quroli. Undan keyinchi büyük binalar var. İnsanlar var. Tramvay yok. Yaşlı bir adam var. İnsanlar bankta. Mayadaki bank deganimiz saboqdoshlar, mundaq o'rindiqlarni bank deymiz. Mushuni bilib olsanglar bo'ladi. Bu cümlelerini mushu resimlarga qarata, qaysida tramvay bo'lsa, shuningga qarata degandek, masjid bo'lsa, shuningga qarata degandek, shu buch to'shqizib qilsanglar bo'ladi. Endi keyingi qaraydigan bo'lsak, 10 aşağıdaki soruları cevaplayalım. Nima debdi? Astidagi savollarga javob beraylar debdi saboqdoshlar. Lokantada kimler var? Kitaplıkta neler var? Duvarda ne var? Televizyonda ne var? Sokakta kimler var? Sınıfta öğretmen var mı? Okulda hafta sonu ders var mı? İstanbul'da deniz var mı? Sende sözlük var mı? Muşu suallarga hemmini tushundinglar deb bilaman. Tushunmaydigan so'z yo'q chunki shuningga qarata o'zinglar har xilgan javoblarni berib, o'zinglarninki bu darsni qanchalik o'rganganliklaringlarni bilib baqsanglar, shuni texmi yaxshi mashq qilib o'zlashtirib olsanglar bo'ladi saboqdoshlar. Endi keyingi betga qaraydigan bo'lsak, 25-betga dillama deb saboqdoshlar, ya'ni anglash bo'limiga keldik. Metni dinleyelim, odayı bulalım. Nima debdi bu yerda? Tekstni anglayli ve u yatakni, u uyni tapayli debdi. Benim odam. Nimiken bunun temisi bu tekstning mening yataqim debdi saboqdoshlar. Yani demakchi bu tekstda o'zining yataqini tasvirlab beradi. Yani mushu tasvirligini qaysi yataq shuni tepib chiqing demakchi. Hazır bu tekstning o'qilishini bir anglab chiqamiz, shundan qarata mushularni tepib baqsaq bo'ladi saboqdoshlar. Undaqda anglab chiqaylar. Burası benim odam. Odamda yatak, beyaz masa, sandalye, yastıklar, halı, ayna, dolap var. Yatakta 2 yastık var. Yerde sarı bir halı var. Sandalye pembe. Masada lamba var. Duvarda aynalar, raflar var. Mushu bo'yicha qaysi tekstda qaysi rasmni ifodalayotidi, shuni bilib olsak bo'ladi saboqdoshlar. Onun keyinden qarasak, yazma debdemde, yezish mashqi qaraydigan bo'lsak, yuqoridagi resimlere bakalım, odalarda neler var? Farkları yazalım. Nima debdi bu yerda? Yuqoridagi resimlarga qarayli, yataklarda nimalar var? Ularninki farqlarini yazayli debdi. Misal, resim 4'te pembe sandalye var. Resim 1'de pembe sandalye yok. Kahverengi sandalye var. Nima debdi? 4. resimde pembe deganimiz nimada? Shaptul chichikiran. Sandalye var. Nima debdi? 4. resimde shaptul chichikiranlik o'rindiq var. Resim 1'de pembe sandalye yok. Resim 1'de undaq o'rindiq yok. Kahverengi sandalye var. Kahverengi deganimiz şu kahverengi yoki porang degandek shundaq ranglik o'rindiq var debdi. Mushu bo'yicha selishtirib, texmi yaxshi mashq qiling demakchi. Shu bo'yicha yozib mashq qilib olsanglar bo'ladi. Keyin qarasak, konuşma, paranglashish debdi saboqdoshlar. Sizin odanızda neler var? Anlatalım. Nima debdi? Sizning yatak uyingizda, sizning yataqingizda nimalar bor? Ularni bir tushuntiring, so'zlang debdi saboqdoshlar. Ya'ni bu yerda siz mushu darsda o'rganganingiz bo'yicha o'rin kelish qo'shimchalarini, bor, yo'q degan jumla shakllarini akilib turib, o'zingizning yataq uyiga qarab turib, jumlalarni tuzib, o'rganganlaringizda texmi pishiqlang demakchi. Mushu bo'yicha ko'plagan jumlalarni tuzib, texmi yaxshi pishiqlab olsak bo'ladi saboqdoshlar. Shuning bilan ikkinchi darsimizningki A qismi mushu yerda oxirlashgan bo'ldi. Saboqdoshlarning darslarini yaxshi o'zlashtirib, yaxshi takror qilib mangishga tilakdoshman. Kelajak darsimizda ko'rishguncha, mana salomat bo'linglar. Allohga emanet.